Bir dehqonchilik maydonining xo'jayini kalni bog'lash qulaylik bo'lsin uchun qo'rudagi bir tüp yog'ochning ustiga temir chambarak o'rnatib qo'ydi. Yog'ochning cho'ng'ishiga egishib, temir chambarak asta-asta daraxt qo'zg'iga singib kirib, yog'och qo'lini ayib naq qilib qo'ydi. Yog'ochning tinda cho'nqur jarohat paydo bo'ldi. Kunlar o'tib, ma'lum bir yili bu yerda bir xil g'alit o'simlik zamburug' yuqumi yuz berib, necha 10 kilometr doyadagi yog'ochning hammasi qurib ketdi. Ammo bu bir tüp yog'och mo'jizlarcha hayot qolgan edi. Bu masalaga qarta botanika ilmidagi kasb ahlilari maxsus xodim tashkillab, bu haqda cho'nqur tadqiqot ilib bordi. Natija shu bo'ldiki, dal o'sha yog'ochni jarohatlantirgan temir chambar uni qutqizib qolgan edi. Chunki u daraxt datlashib ketgan temir chambarakdan zo'r miqdorda temir tarkibini qabul qilishga yog'ochda zamburug' qarta alohida immun kuchi paydo bo'lgan. Bu bir haqiqiy hikoya bo'lib, oldingi asrning 50-yillarda Amerikadagi bir dehqonchilik maydonida yuz bergan. Bu daraxt hozirgacha Amerikaning Michigan shtati Biola noyasi atrofidagi dehqonchilik maydonida bor bo'lib, navbatda hayotiy kuchga to'lgan bir tüp cho'ng daraxtga aylangan. İnsanның hayatı dal müşterakның keçmiş bilan farqlanmaydi. Biz balkim hayotimizda nurg'un ziyon yoki ko'ngilsizliklarga duch kelamiz. Lekin bu ziyonlar hayotlikning yana bir o'zqiga aylanib, hayotimizni texmi qaysar, texmi hayotiy kuchga va umidga to'ldirdi. Shuning bilan bir vaqtda har bir qitim duch kelgan qiyinchilik bizning g'aflatdan, o'rinsiz azobdan saqlab qolgan kapolatga aylanib, har xil eziqtirishlar va ongsizliklarning ikkinchi qitimliq azobidan saqlaydi. Hech kim sababsizla sizning hayotingizda paydo bo'lmaydi. Hayotingizda paydo bo'lgan har bir ishning cho'nqur sababi bor. Sizni yaxshi ko'rgan odam sizni ta'sirlantirdi. Sizga beg'ishlashning qanday bo'lganligini yutadi. Sizni yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lsa, sizning kishilik turmush haqidagi qarashlaringizni tavlaydi. Kishilik hayot haqida texmi cho'nqur o'ylashga undaydi. Sizning texmi pishqan, qobil odam bo'lishingizni ilgari surdi. Biz yashash jarayonida barliq sabablarni qabul qilamiz. Mayli o'ng taqdir bo'lsin yoki ta'tir taqdir bo'lsin, hammasi biz cho'qim o'rgangan darsliklardan iborat. Amniyatni qabul qilishga moyil odamning qalbi po'latdek tavlangan bo'ldi. Har bir narsa badili bilan go'zal, ajri bilan qimmatli bo'ldi. Hayot o'qib yoki anglab emas, o'zingiz mengib turib, ta'mini tetib turib, andin ma'nisini yashirgan murakkab savol.